Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi ishimizni boshlab oldik. Bugun bizda martayız. Xo'p, bugungi ishimizda texoddatchini tozalaymiz. Uni pastga yechib qo'ydik. Keyin drosni zaslonkaini yechamiz. Uni yechib zaslonkalardan qoralarni tozalab, xudo xolasa keyin bu faramiz sarg'ayib qolgan. Nariga qaraganda ikki xil bo'lib qolgan. Xullas buni ham shishasini almashtiramiz, ichiga led qo'yamiz, xudo xolasa. Uni ham videolarga qo'shib joylab ketamiz, xudo xolasa. Bo'lganlarini, tayyor bo'lgan paytlarini, xudo xolasa kuzatib boring. Mana akalar, drosni zaslonkadan yechib oldik. Xudo xolasa ancha urinib ketgan ekan. To'rtta boltga turadi. Звездочкали bolta yechib olinadi. Xo'p. Drosni zaslonkamizning o'zi buni ustagalarimiz yaxshi tushunadi. Qana og'ir ahvoldaligini. Juda og'ir ahvolda, qorong'ida ko'rinmayapti. Hozir buni ichilari ham tozalab, chiroyli qilib toza holini ko'rsatamiz. Kuzatib borishni davom eting. Gazdan tozalab oldik, xudo xolasa. Cho'tki bo'ldi. Nagar to'la yotardi. Ikki qilatib yana gazimizni ham temirchilarini tozalab, har bitta teshigiga karpimizni qizil uchini tiqib, karplab chiqdik. Xudo xolasa cho'tki bo'ldi. Kuzatishda davom etinglar akalar. Xudo xolasa qo'yib bitta yurg'izib, texodlarni sinab ko'ramiz, video davomiga qo'yamiz akalar, xudo xolasa. Mana akalar, drosni zaslonka texodlarni qanday bilan qo'yib oldik, xudo xolasa. Qaralarni yechib olganmiz. Led lampasini tayyorlayapmiz. Mashina xudo xolasa soat ishlayapti. Material